Bo'lmaydi, chiritib yuboradi, buni tagida qolsang bosib oladi, o'lib ketasan deydi yo'llarga do'stlar. Chop ko'rsatamiz endi, mana qaranglar. To'sinini ochamiz, akalar pasini ko'rsatamiz, mana qarang. Mana olib keling, mana vassasi, mana to'sin ovozini eshityapsizmi? Hech narsa bo'lmaydi. Endi mana uni qarang. Hamma aytadiki, bu narsa yonib ketadi. Yonmaydi akalar bu narsa, hoppa. Ko'ryapsizmi? Bu yonmaydi, issiq sovuqni o'tkazmaydi. Vaqti bo'shli narsa bo'ladi. Do'stlar qaranglar, narxlar vaqti sinib ketibdi, 35 ming so'mdan berasiz. Usta haqqi, xom ashyosi olib kelishi, mashina qilib qo'yib berishi, hamma yo'q ichida qamish, pamish, somon, hashar, madikorobga vochi kerak emas. O'zlari keladi, mahsuloti bilan kelib 35 mingdan 5 santimetrga boshlandi bosib ketishadi. Ana o'sha materiali mana to'sini, hech narsa bo'lgani yo'q. Xullas qaranglar akalar, loydan 4-5 barobar yengil, effektiv, vaqti zo'r, issiq sovuq o'tkazmaydi, sichqon kalamush yemaydigan do'stlar. O'sha penal 10 bosda endi 35 mingdan aytib o'tgandim. 10 santimetrligini 45 mingdan hamma sot ichida qilib dogovor qilishdi, 380 kvadratlik tom ekan. Pastga nomer qo'ydim. O'zbekistonda 12 ta viloyatdan aloqaga chiqing, tomingizni moshli qilib bitkizib berishadi, hech narsa olib bermaysiz, hamma yo'q o'zidan.